Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Şərq Türkistandakı barğansır yığılışıb atqan siyasi bastırışlarga xalqara cəmiyyətdə güclü qarşı duruş barğansır küçəyməkdə. Uyğur Kişilik Hüquq Quruluş Təşkilatı 14 yanvar günü Uyğur qırğınçılığını toxtatish hamda Uyğurlarga qarşı cinayətning so'riqini qilish məzmunidagi birləşmə məktubu e'lon qildi. Məktubda Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu və başqa 51 təşkilat özlərinin Uyğurlar duş kelayotgan facialarni insoniyatga qarşı cinayətning yana bir qatam oshkor yuz berishi deb qaraydiganligi. Shundaq bo'lganligi uchun xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston, Uyğur və başqa Turkiy xalqlarning beshiga kelayotgan u mudhish ofatga diplomatik, insonparvarlik və başqa tinchlik usullari bilan javob qaytarish hamda ularni qo'g'dash majburiyatining borligini tafsiliy sharhlagan. Shundaqla Uyg'urlarga xos barliq madaniyat kimligi yo'qotilish bilan birga navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning naslini qo'ritish bosqichiga o'tganligi, Uyg'ur oilalarini judolikqa giribtor qilish va qiz cho'kanlarni majburiy tug'mas qilib etishning hozir bakm umumlashgan bir fojia ekanligi. Mushundaq oshkor qirg'inchilik yuqori pallaga chiqayotgan reallik oldida xalqaro jamiyatning xalqaro o'rtaq bo'lgan qonun va nizomlarga binoan Uyg'urlarga ega chiqishi lozimligi keskin ta'kidlangan. Mazkur ochiq maktub 2020 yil 15 sentabrda bir qatim e'lon qilingan bo'lib, bu qatim yana qayta e'lon qilingan. Uyg'ur Kishilik Huquq Qurulush Tashkilotining xodimi Peter Ervangning bildirishicha, bu maktubni qayta e'lon qilish hozir zarur bo'lib qolmasdan, uni texmi ko'p tashkilotlarga va hukumatlarga yetkazishmi vaziyatning taqozosi ekanligini, Sharq Turkistondagi ijtimoiy fojialar hozir dunyodagi ko'plagan tashkilotlarning qo'llashi va himoyasiga erishayotganligini, bu qatimqi maktubga imzo qo'yuvchilar sonining eshib berayotganligimi buning bir dalili ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda bir qism hukumat va jamiyatlar Uyg'urlar duch kelayotgan ijtimoiy bostirish hodisasini 21-asrdagi qirg'inchilik deb qaror olishni muzokara qilayotgan bo'lib, Xitoy hukumati shuningga mos holda bu tarixiy yuzilanishni to'sish uchun turli hiyla mikrlarni ishga solmoqda ekan. Amerikaning 46 navbatlik prezidentlikka saylangan Joe Bidenning yuqori darajali yordamchisi 16 yanvar shanba kuni Bidenning 20 noyabr çarşamba kuni vazifaga o'tirgan kunida o'zining huquqidan foydalanib Trump hukumatining siyosatini o'zgartirish uchun o'ndan ortiq ma'muriy buyruq chiqaradiganligini oshkorlagan. Yangidan vazifaga tayinlangan Oqsaroy xizmatchilar boshlig'i Ron Kelin muxbirlarga tayyorlagan eslatmasida Bidenning saylam jarayonida o'zining Trumpning siyosat maroslarini o'zgartiradiganligini va'da qilganligini, ba'zilarini Xitoy virus tarqalishidan burun va'da qilganligini, Biden çarşamba kuni vazifaga o'tirgan kuni taxminan 12 ma'muriy buyruq chiqaradiganligini, ya'ni Amerika Parij klimat kelishimiga qaytadan qo'shilishi, musulmonlar ko'p o'ltiraqlashgan nurg'un davlatlarga qo'yilgan sayohat cheklamasini bekor qilish, federatsiya o'quvchilar qarzini to'lashni vaqtincha uzartish, qo'g'lashni to'xtatish va rani qo'yilgan buyumlarni qaytarib olishni amaldan qoldirish, shtatlarni va federatsiya xo'jalik doirasida sayohat qilganda maska taqashni qoldirish qatorliqlar ekan. Dünya Müslüman Ülmalar Birliği'nin baş katibi Ali Muhiddin Ali Qardag'i yangidan avj olishga boshlagan irqchilik va milliy ayrimchilik haqida ogohlantirish e'lon qildi. Ali Muhiddin Ali Qardag'i Facebook hesabida e'lon qilgan uchurda irqchilik va milliy kamsitishning insoniyat uchun zo'r xatar ekanligi hammaning diqqatini tortib, bu masala tarix bo'yicha to'qinish, ma'lumotchilik va insonning xo'rlanishiga sabab bo'lib kelganligini, ilohiy qonun va xalqaro qonunlarning irqchilik va milliy kamsitishni cheklaydiganligini, eng başta islom dinining buni cheklash orqali insonlarning barobarligini ishga oshirishga zo'r tirishchilik ko'rsatganligini ta'kidlab, barliq kishilarni bir yerga jam bo'lib, irqchilik va milliy kamsitishni tugutish uchun har turli tirishchiliklarni ko'rsatishga chaqirdi. Ali Muhiddin Al-Qardag'i irqchilikning islom dinining tarqalishiga qarshi kurash bahonasi bilan yangidan intayin kuchli bir shaklda o'tirg'i chiqqanligini eskartib, g'arbni va boshqalarni irqchilikqa qarshi turishga, uning musulmonlarga emas butkul insoniyatga kelib keladigan halokatli ta'siriga qarshi ogohlantirganligini ta'kidladi. Misr soti Müslüman Qarindoshlar Tashkilotining 89 nafar a'zosining mol-mulkini davlat xazinasiga o'tkazib olish qarorini ma'qulladi. Davlat igidorchiligidagi Axbarul Yawm gazetining xabarida Qohira navbatchi sud mahkamasi rasmiy organ salohiyatiga ega Müslüman Qarindoshlar Tashkilotining mol-mulklarini musodara qilish komiteti ochgan deloni tekshirib, Misrning tunji qatim demokratik saylan bilan hokimiyat peshiga kelgan sobiq prezidenti Muhammad Mursiyning varis sifatida ayoli va bolalarni o'z ichiga olgan Müslüman Qarindoshlar Tashkilotining rahbarlar qatlamidagi 89 kishiga mol-mulkini musodara qilish jazosi bergan. Sud komiteti doirlardan mazkur mol-mulklarni davlat xazinasiga o'tkazib olishni talab qilgan. Sudning hukmining Mursiyning varislaridan ayoli Najla Ali Muhammad, farzandlari Ahmad, Shayma, Osama va Ömerning mol-mulklarini musodara qilishni o'z ichiga olganligini bildirdi.
Baş shtabi Misrning sirtiga joylashgan kishilik huquq yoshlar markazining yozma bayonotida bo'lsa, u qarorning terrorlik tashkiloti bilan munosabati bor degan gumon asosida ilinganligi va siyosiy jihatdan fuqarolarning mol-mulklarining musodir qilinishini ayblaydiganligini bildirdi. Misrda 2013 yil 7-oydagi harbiy siyosiy o'zgarishdan keyin shu yili dekabr oyida Musulmon qarindoshlar tashkiloti terrorlik tashkiloti deb e'lon qilingan edi. 6 yoshdan ilgari bolalar bexatarlik tuyg'usi o'rnatiladigan va mukammallashadigan mazgilda turdi. Agar bu chaqda bek ko'p o'ngsizlik uchirsa, bolalar sirtqi dunyoga bo'lgan ishonch, qiziqishdan mahrum qoladi. U bolalarning o'sib yetilishiga foydasiz. Bo'libmi 3 yoshdan burun bolaning o'ziga bergan bahosi asosligi oilasidagilardan keladi. Shunga ota-onalar til jihatdagi muayyanlashtirish va baholarni ko'proq berish kerak. Amaliyotda bola ota-onaning nusxalash mashinasidir. Ota-onaning harakat odati, tafakkur andisi, kayfiyatni bartaraf qilish usuli va turmush kechirish usuli hammasini bolalar o'rganib chiqadi. Tarbiyalash jarayonida qanchalik cho'ng masalaga yo'liqishdan qat'iy nazar, ota-bolalik munosabatni badal qilishga bo'lmaydi. Ota-onalar qanchalik xafa bo'lsa-mu, bolalarga ularni yaxshi ko'radiganligini his qildirish kerak. Farzand tarbiyasida ota-onalar bolalarni haqoratlaydigan yoki masxara qiladigan so'zlarni ishlatsa bo'lmaydi. Shundaqlar bolalarga xohlagancha marka chaplasa bo'lmaydi. Doim ilhom berib, ularga bo'lgan muhabbatini ifodalab, ko'proq quchoqlab qo'yish kerak. Bolalar xatolik o'tkazsa, vaqtida tuzatib pasili bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtdan bolaning yetarsizligini qabul qilish kerak. Har bir bolaning mukammal bo'lmagan tarafi bo'ladi. Bolaning ortiqchiligini bayqab hamda uni cho'ngaytganda, bola asta-asta yaxshi yo'nalishga qarab taraqqiy qiladi. Mana bu bolalarni izzat hurmatga ega qiladigan, o'ziga ishonilgan qilishdagi eng unumli usul. Uningdan boshqa bolalarni cham yetadigan uy ishlarini qildirib o'gitish kerak. Oila turmushiga to'liq qondirish hamda bolaning oilaga qo'shgan tuhfasini maqtash orqali asta-asta bolada qimmat tuyg'usi yetildirgil bo'ladi. Bola o'zining muhimligini his qila oladi. Texmi talabchan bo'ladi. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.